Mumbay nafaqat Hindistonning moliyaviy poytaxti, balki Hindiston kino sanoatining yuragi, Bollivudning vatani hisoblanadi. Hindistonni Bollivud kinolarisiz tasavvur qilish qiyin. Menimcha har qanday Hindistonga kelmagan odamning Hindiston haqidagi tafakkuri eng avval Bollivud filmlari orqali shakllanadi. Meni ham Mumbay shahri haqidagi ilk tasavvurim Bollivudning eng mashhur aktyori va rejissyori Raj Kapurning Janob 420 filmi orqali shakllangan. Bambayliklarni hammasi karmi deyman? Kar ham ko'r. Faqat tanga jarangani eshitishadi. Ko'zlari oltinni ko'radi, xolos. Bu yer Bombay uka. Bollivud so'zining kelib chiqishi ham Mumbayning eski nomi Bombay va Amerika kino sanoati asosi Gollivudni so'z birikmalaridan tashkil topgan. Bollivud yiliga 1000 dan ortiq film ishlab chiqaradi. Shu jihatdan hisoblasa, Bollivud dunyoning eng yirik kino sanoati hisoblanadi. Eng mashhur Bollivud yulduzlari ham aynan Mumbayda yashaydi. Ulardan eng mashhurlari Shohrux Xon, Amitabh Bachchan, Ritik Roshan, Salmon Xon, Saif Ali Xon, Amir Xon va boshqalar. Bitta qiziq ma'lumot, Hindistonda ismining oxiriga xon qo'shilgan odamlar yo musulmon oilasida tug'ilgan hisoblanadi. Ya'ni Bollivuddagi eng mashhur aktyorlarning ko'pchiligi yo musulmon oilasida tug'ilganlar.